Assalamualaikum hurmatli Noqat Qarji Motor kanali qatnashchilari. Bugungi 31-yanvar 2023-yildagi biz 2-kundagi kurslarni sizlarga tanishtiramiz. Bizdan olishtovay. Like, bosh kommentar yozib qo'yinglar, negativ yozinglar, hurmatli o'g'illar, ketganda bank tizimidan ko'rishamiz. Bugun kurslar qanday bo'lib qoldi ekan, rubellar, dollar, euro qanday bo'lib qoldi ekan, shu yerda ma'lumot olib beramiz. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar, rubel tushib ketdi, hurmatli o'g'illar. Dollar 86.20 tiyin, eurosi 93.90 tiyin. Dollar ise 1.21 tiyin bo'lib qoldi, hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Rubel tushib ketdi. Xijolat bo'lganda boshqa banklar olsa, boshqa banklar qanday ekan, shu yerda ko'rishamiz. Hurmatli o'g'illar, biz Bakay banka kelib, Bakay bankda tele shunday ekan, qarangizlar. 86.20 tiyin dollar, 90.20 tiyin euro, 1.21 tiyin rubel ekan, hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Hurmatli o'g'illar, Finka banka kelib, Finka bankda tele shunday ekan, qarangizlar. 86.20 tiyin dollar, 90.20 tiyin euro, 1.21 tiyin rubel ekan, hurmatli o'g'illar, qarangizlar. O'zgarish yo'q. Mana bu yerda 86.20 tiyin dollar, 94 euro, 1.21 tiyin ekan rubel, hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Bu qaysi kanaldan chiqadi? Noqat Qarji Motordan. Hurmatli Noqat Qarji Motor kanalining qatnashchilari, bugungi kunni shu bilan oyoqladik. Sog'-salomat bo'linglar. Rubel tushib ketdi, hurmatli o'g'illar, ko'nglingizni tushirmanglar. Xudo xohlasa ko'tarib qolishi mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ko'rishamiz. Ertaga 1-fevralda ko'rishamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz.